Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Xardonlar Andijon moshina bozoridan Tracker 12 so'raganlarga, Cherry ishqibozlariga bugun 2-avgust xohlasa imkon darajasida narx-navolar taqdim etamiz. Bu tomondagi Monzalarga doğru bor ekan. O'tkazmasdan ko'rib borsalaring, albatta to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qarang aka, boshiga 2024 Premier Plus variantidan boshlaymiz. Ya'ni o'zlaring bilasizlar, Premier Plus Premierga qaraganda ancha qulayliklari ko'paytirilgan variantidan. Aka, kraskasi tozami? Toza. Genchi. Dokumentga gen daveriniz onlayn berilaveradi. Ya unadi, men aytib bo'ldimi? Hop, qarang aka, oldi Ablisovka RS bo'lgan. 4 ta yumshoq balon, zavodskiy diskada. Undan tashqari avtomobil hop 29600 probeyda. 2024 29600 probeyda. Hurmatli vatandoshlar, qarang mashinani. Hammamizga nasib qilsin, ha. Rullari qiziydigan, sidinalari qiziydigan va shopper sidinasi elektronik upravleniya bo'ladigan variantidan. Hop. Va avtomobilni mana aka ortidan ko'rinishi. 2024 Premier Plus va orqa yozuvlar qoraytirilgan, garimdori qo'yilgan, pastlari black piano bo'lgan. Hop, va mana propani i qozonini holati. Hop, ana endi bizga bir yaxson bering. Endi Janobi bularga. Oshtog'on o'zingizdan bir ko'rsatib yuboraymi? Karta nomerlari bilan. Hop, ana endi hop, buni narxi qiziq. Narxini necha pul so'rayapsiz aka? 16400 dollar kami bor. Sunnatiga o'tib beramiz. Faqat naqdmi? Naqd puliga. Barter narsa savdo yo'q. Barter devo mashinaga bor va naqd pulga beriladi. Telefon nomer 99lik 436 0570. Hop, endi navbatdagisini ko'ringlar akalar. Tracker avtomobilimiz necha yili? 2024 LTZ Plus. Kraskasi toza. Avtomobiliga Premier diska, 4 ta yumshoq balon, bu ham aka Ablisovka va bunga patnoshkalarga dur qo'yilgan. Holatlariga o'zlaring baho beraverasizlar va 32000 probeg. Qarang aka, propan gaz va ularda sidinasi, ikkita oldi sidinasi qiziydigan chiqqan, lekin tevada panorama yo'q aka. Bekxtom 2024 LTZ Plus va mana ortidan ko'rinishi. Ama mashina chiroyli tanlashibdi. Ha? Mashinaga chiroyli tayinlab, chiroyli mehrlar berishibdi mana. Propallari ham. Hop. Endi buni aka narxi qiziq. Ichkarida ari bor degan aka, arini chiqarib yubordik. Hop. Buni narxi necha pul endi aka? LTZ'ni. 2024 LTZ Plus 14750 dollarga naqd bo'ladi, barter bo'ladi. Boshqa variantga yo'q. Telefon nomer 99lik 436 0570. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zingizdan oling va LTZ Tracker so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar. Biz davom etamiz. Ukam shu Trackerlar puliga ozgina qo'shsa, yana boshqa Vibr bor deyishyapti. Qanaqa aka desam, Cherry avtomobilimiz bor deyapti. Qarang aka, 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cherry Tiggo 7 Pro eng full variantlaridan. Ya'ni tevada panorama luki, 360 kamerasi bor edi. Xo'p, kraskasi-chi? Kraska toza, rixtopga bo'lgan joyi bor. Avtomobil zavodskiy diska balonlarida holatlari yaxshi, 360 kameralari. Xo'p, yurgani qancha buni? 65000 probeyda. Ana aka. Aha, propanlarga doğru ustunovka bo'lgan yana. Bay. Ana aka, 5 ta o'rindiqli albatta. Tevada panorama yuklari, video registratorlar qo'yilgan va bularda aka o'sha barida xolodilnichalari ham bor, ya'ni konditsioner kiradi, yaqqaningizda muzlatib turadi, napitkalaringiz bo'lsa va ortidan ko'rinishi. Zapaska balon ham, diska baloni bir xil bo'ladi. Xo'p, aka, dokumentga gen chiqadimi? Оформленияmi? Sirrazi. Mana aka. Tayda propani bor. Bo'ldi.
2023 kraskasi toza, ikkita rixtopkasi bor, yurgani 50 65 65 ming yurgan. Narxini nech pul deysiz aka? 17200 dan Aha. ozgina kelishadigan joyi. 17200 dollardan ozgina kelishtirib beradigan joyimiz bor. Naqd bo'lsa deyapti. Barter bo'ladi. Mashinalariga kelishilgan. Hop, nasiya savdogachi? Nasiya savdo yo'q. Hop, telefon nomer 93lik 93lik 415 415 44 44 48. 48 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan oling va cherry ishqibozlariga podlisak qo'ying aka, qolgan ma'lumotni o'zidan oladi. Lak keltirgan shunda. Kraska qilib va hozir mana shu yerda petno, imo kriloda kraska. Ikkovsi kraska to'g'ri. Hop, bu ikkovi kraska. Qo'lganda shilganmi? Gap so'z yo'q. Hozir shunda nech pul qilib beramiz buni? 12800 kami bor. Yo'q, gap yo'q. 2000 qaranglar aka. Davom etamiz. Navbatdagi trekker 12800 dollar kami bor ukam deyapti. Hop, LTZ pozitsiyada, ha, mana unaqa aka, rangda, xudo xolasa, holatlariga o'zdan baho berasizlar. Oldi ablisovka RS parollarga to'g'ri qo'yilgan. Kraskasi aytildi, o'ng tomon, oldi va orqa eshik va orqa kriloda petno. Probegi 54000 probeg. Mana aka. Salon holati. 12800 ga nima deysiz endi 22-23 o'zimizga chiqqan Bruck turbina variantdagi trekkerlardan aka. Albatta start stop, avtomat korobka. Hop, tevada panorama luki bo'lmaydi. Va oldi ikkita sidinasi abagreefli variantda chiqqanida. Undan tashqari ikkita yon oyna son sozayishda bo'lgan 3D polilariga do'r bor. Va aka mana ortidan ko'rinishi. 2022 ga 23 LTZ pozitsiyadagi trekker avtomobilimiz. Xo'p, bu benzinmi yo gazi bormi lekin? Orqani ochsam ochinami yo tep bo'ladimi? Benzinmi? Xo'p. Generalni chiqarma oformleniga. Oldi sotdiga. Narxi 12800 dollar kami bor. Barter bo'ladimi? Barter bo'laveradi. Telefon nomer 91lik 477 77 11 aka. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz va mana shunaqa trekker oqtarib yurganlarga podlisak qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Buni faralariga do'r hattoki anaqa optra linzali qilingan ekanda. Gap so'z yo'q. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Navbatdagi 10X avtomobilimizni ko'rishingiz mumkin. 2024 tonirovka, yumshoq balon, aka, linza faralariga do'r qilingan, ya'ni gaydan o'tadigan 7,5 ming so'ralyapti. Xudo xolasa hozir video davomida to'liq ma'lumotini beramiz. Buni tayyor rastrochkasi ham bor ekan aka. Agar olib o'zim uzib olaman deydigan bo'lsangiz, avtomobilda 4 ta yumshoq balon, holati yaxshi, tonirovkalar qilingan, shumkalariga do'r bor. Xo'p, va 59700 probeg. Asha bezlik avtomat korobkada chiqqan 10X avtomobilida. Undan tashqari stoyka pataloylar ponni avtotikan qilinibdi aka. Gap yo'q. 2024 hop LTZ avtomat 4-pozitsiya kraskasi keladigan bo'lsak, aka qarang, ikkita oldi krilo kapot va mana shu esi taydagi pastida bor ekan. Qolgan joylarini toza deyapti. Hop. Va mana aka yonidan va ortidan ko'rinishi. 2024-yil 4-pozitsiya avtomatga, hop, 6-pozitsiya Premier diskalarga do'r qo'yilgan yumshoq baloni bilan. Ana endi qarab turing aka. Hop, voy aka, mana shu nomerga davernisda binoveradi. Ha, binoveradi. Mana shu nomerda 94lik telefon nomerimiz. Narxini aytib qo'ying. 7,5 ming. Hop, kami bor. O'tib beramiz gap Hop, yo'q. oylik to'lov qanchadan, qancha muddat qoldi? 3,3 mingdan. Hop, Xullas 2,5 ming, 3 ming dollar qolgan deyavering. tushunarli. Telefon nomer 94lik 161 3000. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Agar o'zida minib yurgan Nexia-mi, Gentra, Cobalt bo'lsa, berib qolganini o'zingiz olaman desa bo'laveradi. Bo'laveradi akalar. Murojaat qiling, qolgan ma'lumotni o'zidan oling. Albatta bizga like bosib, mana shunaqa 10X so'raganlarga podlisak qo'ylarga bizga davom etaveramiz. Akalar, davom etamiz. Ukam arizolardan ko'raylik. Andijon mashina bozoridan deganlarga 2025 Cherry Arizo 6 Pro 2025-yilda ishlab chiqarilgan 14000 probeg, kraskasi toza. Va Arizo 6 ni eng full pozitsiyasi, ya'ni buni aka birinchi pozitsiyasi atmosferniy bo'ladi, uchinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasini luki yo'q, uchinchi pozitsiyasi mana eng fulli. Kraska toza. Gen chiqadimi? Chiqadi. Zavodskiy diska, balon, baholasa, tevada luklari bor, slipoy zonalari bor va salonlarning holatini ham ko'ring. 2025 14000 probeg.
Polni koja salon. Aka benzindami? Evakor polik tashalgan. 2025 14000 probeg. Va aka mana ortidan ko'rinishi. Cherry Arizo 6 Pro 4 ta silindrli, ya'ni 4 ta porshirlimi? 1.5 turbina. Mana aka qozoni. Xo'p, va yana bir bora ortidan ko'rinishi. 2025 14000 probeg. Ana endi aka sizlardanmi? Xo'p, ana endi buni narxini necha pul so'rayapsiz aka? 15900. 15900 dollarga beriladigan narxi. Kelishamiz. Ajitcha sunnati. Ozroq sunnatga yut beramiz. Faqat naqdmi? Barter bo'laveradi. Barter bor, mashinalarga aka naqd pulga beriladi. Telefon nomer 90 547 72 73 raqamlariga murojaat qiling. Qolgan ma'lumotni o'zida oling. Va mana shunaqa Cherry Arizoni bozordan olaymi, salondan olaymi deganlarga podlistaq qo'shalaring. Menimcha hop salon narxidan aka anchagina arzon narxda bozordan olganingiz ham yaxshi. Gap so'z yo'q akalar. Ana endi yo'q ukam Tracker ko'rsatuvdi deganlarga navbatdagi avtomobil 2024-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 Premier Plus varianti. Kraskasi kraskalari toza. Generalni berasizmi? Oldi oblisovka RS bo'lgan, 4 ta yumshoq balon. Akalar paroy bor ekan, qo'shib beriladi. Tonirovka ruxsati-chi? 4 oy ruxsati bor. Yashang. 49000 probeg 2024, kraskalari toza. Propan gazlarga do'rsunovka bo'lgan. Xudo xolasa polni tayyor holatda mashina mana. Salon holati, tevada panoramasi va aka evakor polik tashalgan bu o'sha shopper sidinasi elektronika, ruli sidinasi qiziydigan variantidan. Pastlari black piano bo'lgan. Va mana aka qozonning holati. Zapaskasi yo'qmi? Zapaska. Zapaska yo'q. Kraska top toza. Xo'p, 4 oy tonirovka ruxsati bor, yumshoq balon, propan, podnoshkalarga do'rukam bor, qo'shib beramiz deb. Narxini necha pul so'rayapsiz? 16 ga beraveradi. 16000 dollarga beradigan narxingiz. Yozgina o'tib beralasizmi? Ayin siz uchun. Borizga shukur. Kelishamiz. Omadli xariddan desa sunnatga o'tib berasiz. Faqat qo'yib qo'ying-da keyin buni. faqat naqdmi? Anaqa barterga bo'laveradi. Naqd yoki barter bo'laveradi. Telefon nomeri 91 731 77 79 raqamlariga murojaat qiling. Qolgan ma'lumotni o'zidan olib, omadli xarid kanalidan qo'yish esdan chiqmasin. Likelar esdan chiqmasin. Ana endi aka davom etamiz. Navbatdagi Cherry avtomobilini ko'ringlar, hurmatli vatandoshlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cherry Tiggo 7 Pro, asha tevada panorama lyuki bori, kraskasi toza, gendavernis beraveraman deyapti. Avtomobilda 4 ta yumshoq balon, podnoshka qo'yilgan, 360 kameralari bor va salonning holatini qarang. Shumka bo'lganmi bu? O'g'ay, mana aka. Salonning holati. Hop, 2024 Cherry Tiggo 7 Pro 5 o'rindiqli. Aka yurgani qancha edi? 97000 bo'ldi. Ilonim bo'lmagan evakor polik tashalibdi. Va ana aka ortidan ko'rinishi. 97000 probeg 2024, kraskasi toza, avtomobil benzinda, zapaskalar ishlanmagan va gendavernis beraveramiz. Xo'p, ana endi aka buni narxi qiziq. Necha pul so'rayapsiz o'zi? 18000 dollar ozun ekan bor. Hop, 97000 yurgan 2024 Cherry Tiggo 7 Pro eng puli faqat naqdmi? Faqat naqd. Naqd, barterchi. Barter yo'q, faqat Barterga ham yo'q, faqat naqd pulga, lekin generalni beraveramiz. Telefon nomer 88 190 33 22 raqamlariga murojaat qiling. Qolgan ma'lumotni akamiz o'zi bilan bog'lanib, batafsilga gaplashaverasizlar. Biz davom etaveramiz. O'z nomingizdan bu generalni qilib beraverasiz. Bo'ldi gap so'z yo'q. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobil Captiva so'raganlarga 2015 ukam, haligi 65 mi degan varianti bor deyapti. O'shnaqasidan ekan. Kraskalari toza va o'zini nomida. Xudo xolasa, 3 li motor bu. 3 li motor. Avtomobilda kerak, mana diskamiz, 4 ta Nexon yumshoq balon holatlari yaxshi. Hop, va mana aka, salonni ko'ring. Yurgani qancha? 119000 probeg 2015 Captiva
3 xudo xolasa. Monitorlar qo'yilgan ekan bunaqa tikamachaligidan. Mejigar pult bor. 7 ta o'rinda hammasi turibdi xudo xolasa, avtomat korobkada va ukam deyapti, mana bu sidinada deya ko'pchilik biladi, teshik bo'lib chiqqan deyapti. Mana shunaqa sheshbishlari. Bu o'shnaqa payisda chiqqanidan dedi. Endi Captiva minganlar yaxshiroq bilasizlar, kommentariyada yozib ketsalar yaxshi bo'lardi. Mana ortidan ko'rinishi. Hop. Va mana bu yondan ko'rinishi. Chizilgan tochkasi ham. Chizilgan tochkasi ham yo'q. Bu benzinmi nima? Propan gazi bor. 2015. Hop, 7 ta o'rinda hammasi turibdi ekan. Ona qarang aka. Gap yo'q. Eng qizig'i akamiz o'zi nomida ishonarli odam, xudo xolasa, dokumentda muammo yo'q ekan deyapti. Narxini necha pul deymiz endi buni? 13 mingdan shu beramiz. 2015 13 ming dollar kami bor. Faqat naqdmi? Hamma yo'qqa kelishamiz. Naqd, barter, nasiya savdo kelishaveramiz. Telefon nomeri 33lik 33lik 309 309 10 raqamlariga murojaat qiling va mana shunaqa Captiva so'raganlarga podpis qo'yasizlar, bizga like bos shekillar esdan chiqmasin. Oldin endi bitta to'r qo'yasiz aka, ish qoldi. Endi aka navbatdagi avtomobilni ko'ring ukam. Minarmandan ham biranta avtomobil ko'raylik deganlarga Kia Sorento bor. Xudo xolasa 2024 kraskasi toza, Minarmanlarning o'zidan. Aka, dokumentga gendaverni qilib beraveramiz de. Aka, sostenani qarang, mashinada podnoshka, tonirovkalar bo'lgan. Bu diskga qo'yilgan shekliga bularga 19 mi bu? Yo'q, 20 ekan. Aka, bunga diska balon qo'yganmisiz? Ashna aytaman-da, 20 ekan-u. Gap yo'q, 27 ming probeg, 2024. Boshora. Assalomu alaykum. Hormanglar, o'zdan ko'rmaysizlar aka. Obshivkalarimizni holati mana sostenasini ko'rishingiz mumkin va tarpetkalarimizni ham holati mana. 2024 27287 kilometr probegda barlarimiz, monitorlarning holati. Ilonim bo'lmagan 3D polik tashalgan. Yoqilg'i benzinmi? Yoqilg'isi benzinda. On qarang aka. Bay. Hammamizga nasib qilsin ha, mana shunaqa avtomobillardan tevada panorama luklari bor. Xo'p, bularda 360 bo'lmaydimi? Va mana ortidan ko'rinishi. Mana aka. Gen davernis berilaverar ekan. Yoqilg'isi benzin. 27 ming probeg 2024. O qarang aka, bagajni kattaligini qarang. 7 o'rinda qilib ko'rmagan ekanda bir yo'la. Xo'p, ana endi aka buni narxi qiziq. Bir dehqondan dehqonga o'tsin. Aka, nech pul so'rayapsiz? 35,5 ming kam bor deyapmiz aka. Qancha? 35,5 ming. 35.500 dollar kam bor. Kia Sorento 2024 27 ming probeg, 4 ta diska balon, parok tonirovkalar bo'lgan, generalni beriladi. Faqat naqdmi? Naqdga. Naqd pulga. Telefon nomeri 99 99lik 727 60 raqamlariga murojaat qiling. Qolgan ma'lumotni o'zdan oling. beryapti, ichida o'tirgan akalar. Ha, ichkarida savdo qilyaptimi o'zi? Men o'zlaringizdan debman. 33,5 ming. 33.500 dollar so'rashyapti ekan, tirikchilikka so'rashayotganlar bor ekan akalar. Hop, aka undan dehqonga beraylik, bitta aloqa chiqsin deyishdi. Murojaat qiling, qolgan ma'lumotni o'zdan olasiz.